Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Ozodlik uchun sham bo'lib ko'ygan o't yurak. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti amaldorlari noroziliklar qaramasdan Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lgan. Yana bir Uyg'urning Istanbuldan chaqirtilib, G'o'ljida so'lab qo'yilganligi oshkor bo'ldi. Belgiya hukumatı g'oyib bo'lgan Uyg'ur oilaning izlarini qilmoqda. Uy işlerini qilish balalarning o'sib yetilishidagi zarur darslik. Tuvanda diqqatlar xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. 16 iyun Germaniya Duisburg atrofidagi turk xonim-qizlar Sharq Turkiston informatsion markazini ziyorat qildi va suhbat uyushtirdi. 100 dan ortiq xonim-qizlar Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash apandi bilan olib borgan suhbatda uning vatan ichi va sirtidagi mujodil hayoti bilan qisqacha tanishib o'tdi. Suhbatga qatnashgan xonim-qizlar Qarqash apandimning hayot kechirmishidan to'liq hayajonlandi ve cho'nqur ta'sirotga ega bo'ldi. Shundaqla buningdan keyin Sharq Turkiston davosida har doim yanida turib, yordamda bo'lganliklarini bildirishdi. Erkin Asiya radiosi xabarida Xitoy doiralarining Istanbulda yashayotgan Uyg'urlarga telefon qilib, urug' tuqqanlarni so'lash bilan tahdid solib, ularni qaytib berishga zo'rlaganligi bir-birlab oshkor bo'lmoqda. Bulardan biri Istanbulda ailesi bilan yashayotgan ziraat geni tadqiqotchisi Professor Hasanjan Abdullah bo'lib, onunğa Xitoy saqchilarining telefon qilib, agar G'o'lji qaytib kelmasa, akis qatorliq urug' tuqqanlarni so'lab qo'ydiganlik bilan tahdid solganligi, hamda u qaytib borgandan keyin uni lagerga so'lab qo'yganligi oshkor bo'ldi. Professor Hasanjan Abdullahning Istanbulda yashayotgan ayoli Tulunay xonimning bildirishicha, Hasanjan Abdullah Xitoy saqchilari tarafidan tahdid uchirgandan keyin ularning G'o'ljidagi akisiga ziyonkashlik qilishidan andish qilib, 2017-yil 4-oyning 18-kuni Istanbuldan G'o'ljiga borgan ekan. Biroq saqchilar Hasanjanni tutib, pasportini tortib olib, qamab qo'ygan. Hasanjanning ayoli Tulunay xonim Turkiya fuqarosi bo'lib, Aziz Mustafa ismli 10 yoshli o'g'li bilan Istanbulda yashaydi ekan. Tulunay xonimning bildirishicha, yo'ldoshi Hasanjan 2017-yildan buyon Istanbulda iqomat bilan turayotgan bo'lib, Hasanjan Ko'nasning Aral to'pi degan rayonda tug'ilgan. U G'o'lji shahridagi bir ilmiy tadqiqot idorasida 32 yil xizmat qilib, 2015-yilda dam olishga chiqqan ekan. Hasanjan Istanbuldan qaytib ketgandan keyin ayoli Tulunay xonim yo'ldoshidan hech qanday xabar olmagan va keyin ishkir o'lkadagi bir tonish orqali Hasanjanning xabarini olgan. Uning bildirishicha 5 nafar saqchi kelib Hasanjanning dastlabda pasportini tortib olgan. 2017-yil 8-oyning 27-kuni G'o'lji shahrining Bo'z degan yerdagi yig'ib olish lageriga qamalganligining xabarini olgan. Hasanjan o'zining u yerdan qutulishga ko'z yetmaganligini ham ayolining yo'l mengishini ifodalagan ekan. Tulunay xonim Turkiya Tashqi ishlar ministrligiga yo'ldishini qutuldirish uchun iltimos sungan. Tashqi ishlar ministrligi ahvolni Turkiyaning Beyjingda turishlik elchixonasiga bildirgan. Turkiyaning Beyjingdagi elchixonasining bir diplomati Tulunay xonimga telefon qilib, yo'ldishini so'ragan va yordam qiladiganligini bildirgan. Tulunay xonim yo'ldishining materiallarini elchixonaga avatib bergandan keyin elchixona xodimi uning materiallarini G'o'ljidagi munosabatli organga yo'llab, Hasanjanni qo'yib berishni talab qilgan bo'lsa-mu, hech qanday bir natija olmagan. Tulunay xonim yo'ldishining ilmiy sohada muhim xizmat qilganligini bildirdi. Uning aytishicha, Hasanjan ziraat geni tadqiqotchisi bo'lib, u Turkiyaning 19-may universiteti qatorliq bir qancha o'rinda ilmiy muhokama qilib qatnashib so'z qilgan. Uning ilmiy tadqiqot maqolalari inglizcha tarjima qilinib, Tailand va Kanadada nashr qilingan ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining terrorlik qarshi turish ishlariga mas'ul muavin bosh kotibi Rossiyalik diplomat Vladimir Voronko Xitoyning taklifiga binoan 13-iyundan 15-iyungacha Beyjingda va Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lgan. Uning ziyoratidan burun Amerika va bir qism kishilik huquq tashkilotlari uning ziyoratining muvofiq bo'lmaydiganligini, bu ziyoratning Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmonlar qilayotgan zulmlarni yo'lliq ko'rsatib qo'yish xavfi borligi haqida ogohlantirgan edi. Universal taratqularning 17-iyun xabar qilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi organ to'rida e'lon qilgan mazmunlardan ma'lum bo'lishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining terrorlik qarshi turish ishlariga mas'ul muavin bosh kotibi Vladimir Voronko qatorliqlar taklifga binoan 13-iyundan 15-iyungacha Beyjing va Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lgan. U Xitoy muavin tashqi ishlar ministri Li Yuchin qatorliqlar bilan ayrim-ayrim uchrashib, Xitoy bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining terrorizmga qarshi turish hamkorligi haqida cho'nqur fikr almashtirib, o'rtaq tunish hosil qilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining organ to'rida xabar qilinishicha, Voronko Xitoyning tashqi ishlar va jamoat xavfsizlik ministrligi amaldorlari bilan ko'rishganda, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yer shari terrorizmga qarshi turish strategiyasi va uning 4 asosiy prinsipini tanishtirib o'tgan. Ular terrorlikning yamirishiga foydali bo'lgan sharoitlarni yo'qotish, terrorlikning oldini olish va zarba berish, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti sistemasining terrorlik qarshi turish jihatdagi roli hamda kishilik huquq va qonun bilan idora qilishni qo'g'dashni terrorlik qarshi turishning tub asosi qilishga kafolatlik qilish deb qaragan.
xalqaro kishilik huquq kuzatuvchilari bu ziyoratni tanqid qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq amaldori avatish o'rniga terrorlikqa qarshi turish amaldorini Xitoyga ziyoratga avatishi Xitoyning kishilik huquq haqidagi tanqidlardan o'zini qochirishiga yordam berdi deb qaradi. Amerika va Angliyani o'z ichiga olgan bir qism g'arb davlatlari bu ziyoratga gumoniy nazarda qaragan. Amerika muavin tashqi ishlar ministri Jon Sullivan bosh kotibi Guterres bilan suhbatlashganda Voronkovning bu qatimki ziyaratiga qarata cho'nqur andisini bildirgan. Chunki Beijing izchil Uyg'urlar va boshqa musulmonlarga qarshi bostirish harakatini qonunliq terrorlikqa qarshi turish harakati deb tasvirlab kelgan. Amaliyotda bular terrorlikqa qarshi turish uchun emas edi. Belgiyada siyosiy panohlik tilayotgan Abdulhamid Tursunning ayoli va 4 bolasi o'tgan oyning oxirida Belgiyaning Beijingdagi elchixonasiga jam bo'lish vizasining rasmiyatlarini bajarish uchun borganda, elchixona Xitoy soqchilarini chaqirib, ularni haydab chiqarib etgan. Shuningdan buyon Abdulhamid ayoli va bolalarining izdirini qilamagan. Navbatda Belgiya tashqi ishlar ministrligining bu oilaning ahvolini surishti qilayotganligi xabar qilindi. Fransiya 24 to'rining 18-iyundagi xabarida belgiyalik diplomat seshanba kuni Sharq Turkistonni ziyorat qilib, o'tgan oyda Belgiyaning Beijingdagi elchixonasidan soqchilar bilan birlikda ayrilgan bir Uyg'ur oilasining hozirgi ahvolini surishti qilgan. Xalqaro kechirim tashkilotining Xitoy ishlar tadqiqotchisi Patrik Ponning bildirishicha, bu dilo Uyg'urlarning Xitoyda duch kelgan yana bir xavfni oshkorlab, Belgiya elchixonasi hukumatlarning iqtisodiy manfaatini kishilik huquqdan ustun o'rin qo'ydiganligining intayin osal bir misoli bo'ldi degan. Hamda o'zining Belgiya axborot agentligiga bir diplomatning Abdulhamid ta'minlagan adresga asosan ularning ahvolini keskin tekshirdiganligini bildirgan. Emgek odamning asosiy yashash iqtidoridir. Yotgan ko'p yig'ish, axlat to'kish va kir yuvish degandek bolalarning qurb etadigan oila emgaklari bolalarda o'z hojatidan o'z chiqish iqtidorini to'ldirishga foydali bo'lib qolmasdan, bolalarda yana o'z ishini o'zi qilish deydigan qarashni turg'izishga foydali. Hamda ularning har xil kichik ishlar va masalalarni hal qilish davomida badan chiniqtirishi va irodasini tovlishiga foydalidir. Cho'nglar oila ishlarining hammasiga kirishib olsa, qarmoqqa bolalarni az jafo chekizganda qilgan bilan, u amaliyotda bolalarni o'zini qudrat topqizish va o'zini yuksaldirish fursatidan mahrum qoldiradi. Bolalarga uy ishlarini qilg'izish amaliyotda bolalarni jafo tatqizganlik bo'lmasdan, aksiya bolalarning kelgusi uchun yaxshi asos solganlik bo'ladi. Uy ishlarini o'zi qilish bolalarning o'sib yetilishidagi zarur darslik. Shuning o'xshashlar bolalar hatto bo'zyer echish, terish va o'g'itlash ishlari qatnashganda bolalarga har bir vaqt tomoqning oson kelmaydiganligini tushuntirgil bo'ladi. Saboqdoshlar bilan birlikda sinfni tozalaganda bolalarga ittifoqlik va hamkorlikning muhim ahamiyatini texmi yaxshi tushuntirgil bo'ladi. O'zi tikkan ko'ktatning sog'lom o'sib yetilganligini ko'rib, bolalarga emgak eng sharaflik, emgak eng oliyjanob, emgak eng ulug', emgak eng go'zal degan qoidani texmi yaxshi tushuntirgil bo'ladi. Bu nuqtadan aytganda, bolalar uy ishlarini texmi ko'proq qilish kerak. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.